bir ayol, zaifa, nochor, lekin iymoni baquvvat ayol. O'zi kichkina bo'lsa ham, o'zi zaifa bo'lsa ham, o'zi ayol kishi bo'lsa ham iymon baquvvat. Iymon mustahkam. Qalbida Allohdan qo'rqish kuchli, jannatdan umidi kuchli. Yana 3-kun keluvdi, xuddi shunaqa dedi. Rabbim Alloh dedi. U azoblar unga ta'sir qilmayapti. U azoblar uni badaniga bo'lyapti, lekin hali badanidan qalbiga, yuragiga borgan yo'q. Shunda Firavun buni bolalarini olib kelinglar dedi. 5 ta bolasi bor edi. Nihoyatda misdan bo'lgan katta qozonga tagiga o't yoqtirdi. Unga yog'lar quydirdi. Mana bu yog'lar o'tni balandligidan xuddi suvdaqa varaqlab qaynab turdi. Keyin u xotinga aytdiki, "Seni Rabbing kim?" dedi. U ayol, "Meni Rabbim Alloh" dedi. Eng katta bolasini olib keltirdi. Farzandini olib keldi, qozonga olib bordi. U ayol dinida qattiq turibdi, mahkam turibdi. Shunda o'g'lini, jigar porasini shu ayolning ko'zida qozonga qaynab turgan yoqqa tashlab yubordi. Tushgan zahoti bu go'dakni go'shidan suviga ajrab ketdi. Go'shlari, badanining etlari yog'da qovurilib qorayib bir chekka chiqib qoldi. Suvilari botib qoldi shu yog' tagiga. Bu ayolga juda og'ir bo'ldi. Chunki oldingi azoblar uni o'ziga bo'layotdi. Har qanaqangi ona o'ziga keladigan kasallikni ko'tarishi mumkin. Lekin farzandiga bo'ladigan bo'lsa, qiziga bo'ladigan bo'lsa uni ko'tara olmaydi. O'g'liga bo'ladigan bo'lsa ko'tara olmaydi onalar. Undan keyin ikkinchi o'g'lini olib keldi. Rabbing kim deb so'radi. U ayol Rabbim Alloh dedi. Ikkinchi o'g'lini ham qaynab turgan yoqqa tashlab yubordi. O'g'li ham xuddi shunaqangi qaynab turgan yog'da go'shidan suviga ajrab ketdi. Uchinchisini olib keldi. U kichkina edi. Uchinchisi ham Rabbing kim dedi? Rabbim Alloh deb turibdi. Iymoni mustahkam, oxiratdan umidi katta, biladi Alloh yo'lida qurbonlik qilayotganligini bilib turibdi u. Shundan keyin uchinchi o'g'li ham akalariga o'xshab qoldi. Yoqqa tushgan zahoti suvigidan go'shlari ajradi. Suvilari qozon tagiga cho'kib ketdi. Yog'lari go'shlari ustiga chiqib jizza bo'lib qoldi. Ona uni ko'rib turibdi hammasini. Ko'zlarida yosh. Hali balki yosh emas, u qon yig'layapti. Din uchun, islom uchun, oxirati uchun. 4-chi bolasini ham olib keldi. Berahim kofir. Firavun berahim bo'lgan. 4-chi bolasini ham olib keluvdi. 4 bolasi ham kichkina mayda bola edi. Uni ham tashlab yubordi. Uzoqdan irg'itib yuborishdi. O'zi asli qozonni yoniga askarlar ham yaqinlasha olmaydi. Uzoqdan irg'itib yuborishyapti. Olov baland. Irg'itib yuborgan payti o'zida yoqqa tushdi-da, suvigidan go'sh ajrab ketdi. Qojirab ketdi, o'zi qoldi. Qo'lida bir emiziladigan bolasi qoldi. U yaqinda tug'ilgan chaqalog'i bor. U bolasining og'zi buni ko'kragida sut emayapti hali. Shunda askarlar keldida uni ham bag'ridan shu bolani tortib olishdi. Go'dak 4 o'g'ilga chidadi bu xotin. Lekin hali go'dak norasida. Hech narsani bilmaydi hali. Shunga chidamadi. Bolani tortib oluvdi, orqasiga shunday saraldi. Alloh shu yerda u ayolga karomatini ko'rsatdi. Hali tilga kirmagan, yangi tug'ilgan chaqaloq onasiga aytdi. Tilga kirib gapirib yubordi. Ya umma, la tata'akhkhar tataqaddam. Fa innaka fil jannah dedi. Ona orqaga qaytmang dedi. Oldiga qayting siz dedi. Sizga jannat bo'ladi dedi. Mana shu gapdan keyin ona yana bir ta'sirlandi. Shu go'dak hali tilga kirmagan bola tilga gapirib yubordi. Alloh taolo shunaqa qilib og'irgi pallalarda ham shu ayolni sobit qadam qilib qo'ydi. Dinida turib berdi. Va bu go'dakni ham, chaqaloqni ham Firavun uni askarlari shu qozonga tashab, uni ham azoblab o'ldirishdi. Onani o'zi qoldi. Bu ayolning o'zi qoldi. 5 ta farzandidan ajradi. 5 farzandini ham Alloh yo'lida qurbon qildi. Allohdan umidi katta, jannatdan umidi katta. Lekin farzand dog'ida ayrilish hammaga qiyin. Oxir bu ayolni o'zini olib kelishdi. Bu ayoldan so'radi. Farzandlar ketdi, balki o'ziga keladigan azobni ko'tara olmas. Seni Rabbing kim ey? Xizmatkor dedi. Bu ayol aytdiki, meni Rabbim Alloh dedi. Bu ayolni ham qozonga yaqinlashtirishdi. Qozonni oldida to'xtab qoldi. Firavunga aytdi. Sendan bitta iltimosim bor meni dedi. Sendan bir iltimosim bor. Mana men farzandlarim 5 tasidan ayrirding sen dedi.
Bu dunyoda ular bilan birga bo'la olmadim men. Biz o'lganimizdan keyin mana shu qozondagi suyaklarimizni hammasini bir joyga to'plab, hammasini bir joyga ko'mdirib qo'ygin dedi. Men bolalarim bilan jannatda birga bo'lay dedi. Firavun bu ayolni ham tashladida, bu shu Firavunning qizini oq sochi ham shu qozonga tushgan zahoti suyagidan yog'lari, go'shtlari ajrab ketdi. Shu yerda shahid bo'ldi. Alloh taolo mana bu ayolning qissasini Muhammad alayhisalomga bildirdi. Shu dinida sobit turgan ayol. Mana biz ham bu ayoldan ta'sirlanyapmiz. Dinimizda mana shu ayolga o'xshab sobit turishni o'rganishimiz kerak. Alloh taolodan shunaqa narsani so'rashimiz kerak. Alloh taolo qadamlarni, qalblarni sobit qiladigan zot. Agar Alloh dinda sobit qilmaydigan bo'lsa, inson adashib ketadi. Insonning qalbi shunaqangi zaif, o'zgaruvchan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganki, qalblar Rahmonning barmoqlarida orasida bo'ladi. Yuqallibuhu kayfa yasha, xohlagan tomonga o'zgartirib oladi dedi.